Ko'p bemorlarim operatsiyadan oldin menga shunday deb savol berishadi. Doktor, operatsiyani o'zidan qo'rqqanim yo'q, lekin keyin nima bo'lishini bilmasligim meni qiynayapti degan gapni aytishadi. Bu narsa tushunarli. Odam noma'lumlikdan qo'rqadi. Shuning uchun bugun men sizlarga aynan mana shu operatsiya va undan keyingi davr, ya'ni 6 hafta mobaynida nimalar bo'lishini hozir tasvirlab beraman. Operatsiyadan uyg'onganda nima his qilasiz? Birinchi hafta nima bo'ladi? Qachon pompani ishlatishni boshlaysiz va 6 hafta o'tib nimalar o'zgaradi? Hech narsani yashirmasdan to'liqligicha tushuntirib beraman. Birinchi navbatda operatsiyaga kelgan bemor erta tongdan operatsiyaga tayyorgarlik ko'radi. Choy ichmagan holatda och qoringa kerakli tahlillardan so'ng bemor operatsion zalga olinadi. Bemorlarga spinal narkoz, ya'ni beldan narkoz berishni ma'qul ko'ramiz. Sababi bemor yotadi, hech qanday og'riq bo'lmaydi. 100% hech qanday og'riq bo'lmaydi. Shunchaki yotadi, u bilan xuddi o'tirib bir joyda do'stona suhbat qurgan insondek gaplashib operatsiya qilamiz. Operatsiya vaqti o'rtacha 40 minutdan 1,5 soatgacha davom etishi mumkin. Tajribamizda 50 minut, 1 soat eng optimal vaqt hisoblanadi. Ana shundan keyin kerakli hamma operatsiya jarayonlari o'tgandan keyin bemorni palataga olib chiqiladi. Bemor o'z hushida bo'ladi, hamma yoqda kontrol qilib o'tirgan bo'ladi. Bemorga operatsiya vaqtida haqiqatan implant mana plombadan ochilganligi, razmerlari hammasi haqida to'liq ma'lumot beramiz. Ana undan keyin oradan vaqt o'tadi. Bemorga 3-4 soatlardan keyin ovqatlanishga ruxsat beriladi. Operatsiyadan keyingi davrda og'riqlar deyarli kuzatilmaydi. Mana kecha qilgan bemorimizda operatsiyamizda ham mana so'raganda hech qanday og'riq yo'q. Xuddi shunaqa 10 tadan bitta operatsiya qilgan bemorimizda operatsiyadan keyingi og'riqlarni sezishi mumkin. U holatda operatsiyadan keyingi og'riq qoldiruvchi dori vositalaridan vaqtinchaga foydalaniladi. Kimdadir 2 kun, kimdadir 4 kun, kimdadir 1 haftagacha cho'zilishi mumkin. Bu to'liq ana shu adabiyotlarda ham yozilgan. Bu narsa bizga, ya'ni medpersonalga bog'liq emas. Bu odamning organizmini individual holatlariga bog'liq bo'ladi. Endi operatsiyadan keyin uretral kateter deydi, silikon kateter qo'yilgan holatda bo'ladi. Kateter 1 kundan keyin olinadi va mustaqil siyshak tiklanadi. Operatsiyadan keyingi davrda yana bitta ahamiyatli joyi jinsiy a'zo turgan holatda bo'ladi. Va shu holatda o'rtacha 1 oy, 1,5 oy mobaynida yuradi. 1 komponentli implantda. 3 komponentlida esa o'rtacha 10-15 kundan keyin bir ishlatib, turg'izib, keyin yotqizib turiladi. Mana shu tartibda amal qilinadi. Endi bu yerda yana bitta ahamiyatli jihati shundaki, eng asosiy sizlardan talab qilinadigan narsa, ya'ni bemorlardan talab qilinadigan narsa bu sterillik. Kichkinagina o'sha kesmani infeksiya tushirmasdan toza sterilligini saqlab perevyaska qilish. Bemorda har kuni bir mahal perevyaska qilinadi hamda kerakli dori vositalari olib boriladi. Tajribamizda mana shu kunlarda, shu vaqtgacha bemorlarda o'rtacha 2 kun ushlab turamiz shifoxonada. 2 kundan keyin bemalol uyga ruxsat beramiz. Faqatgina eng muhim joyi sterillik. Ya'ni siz o'sha operatsion jarohat sohasini 10-15 kun mobaynida perevyaska qilishingiz kerak va bu perevyaskalarni maxsus tibbiyot muassasalarida perevyaska xonasi bor joyda tashkillashtirish kerak. Kerakli dori vositalarini ichgan holatda bu narsani nazorat qilib yuriladi va o'rtacha 15 kundan keyin iplari olinadi. Iplar olingandan keyin yana ichki to'qimalar bitishligi uchun 10 kundan 15 kungacha vaqt ketadi. Shuning uchun bemorlarga 1 oy, 1,5 oy aloqadan taqiqlanadi, ya'ni aloqa qilish mumkin emas operatsiyadan keyin. Bir komponentli implantlarni qayirib qo'yishlik va jinsiy aloqaga ruxsat berish 1 oydan keyin ko'rishiladi va baholanadi. Ana shundan keyin ruxsat beriladi. Mana shu 6 haftalik rejim juda katta rol o'ynaydi sizda operatsiyani qanchalik darajada sifat darajasida bo'lishligi hamda sizga omadli kelishi, ya'ni to'liq hamma narsa biz kutgandek bo'lishligi uchun. 6 haftadan keyin siz bir komponentli implant bo'lsa bemalol qayirib va to'g'irlab jinsiy aloqa qilishga kirishasiz. 3 komponentli implantlarda biroz farq qiladi, ya'ni sizda ana shu implant o'rnatilgandan keyin o'rtacha 20 kun mobaynida qattiq holatda turib, keyin sekin-sekin ishlatib, bir kunda 3-4 soat tarang qilib turiladi va boshqa paytda bo'shatib, oddiy jinsiy a'zoni ko'rinishi kabi ko'rinishda turishligi mumkin. Shunday qilib, Xudo xohlasa, albatta 6 hafta vaqtdan keyin siz bemalol, to'laqonli, xohlaganingizcha, xohlagan payt jinsiy aloqa qilishdek imkoniyatga ega bo'lasiz va
Natijalarini o'zingizda sinab ko'rganingizdan keyin xulosalari bilan bo'lishsangiz bo'ladi. Umuman olganda 6 hafta kim uchundir uzoq vaqt tuyulishi mumkin, kim uchundir esa yo'q. Lekin eng asosiysi bu sizdagi bu katta mehnatni xato qilib qo'ymaslik uchun eng muhim vaqt hisoblanadi. Mana shu joyda biz aytib o'tgan narsalarga amal qilsanglar, hammasi albatta joy-joyida bo'ladi. Hozirgi kunda jinsiy a'zoga implant o'rnatish juda ommalashib bormoqda va bu narsaga asosiy sabab ereksiyadagi muammolarni erta boshlanishi. Lekin men sizlarga bitta narsani aniq ayta olaman. Qachon implant qo'yish kerak, qachon esa davo chorasi qilish kerak. Mana shuni to'g'ri tashkillashtirish uchun sizlar to'g'ri tashxis qo'yilishini ta'minlashingiz kerak. Buning uchun aniq, kerakli, bu bilan shug'ullanadigan haqiqiy mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak. U yerda borgandan keyin asosiy masala tekshiruvlar hamda aniq tashxis. Shunga qarab turib, davo chorasi rejasi kelib chiqadi. Bu bo'yicha qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilib raqamlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat.